Yaxshimsizlar? Bugun sizlarga so'zlaydiganim taraqqiyot psixikasi. Taraqqiyot psixikasi degan nimasi? Odamning balliq davridan, hatto turgan vaqtdan taraqqiy qilib, eng oxirida cho'ng bo'lguncha oraliqda besib o'tadigan nurg'ulg'an psixika omillari, aningdagi uning mingis yuz beradigan o'zgarishlarni tushuntiradigan sohasi hisoblanadi. Ko'pincha vaqtdoshlar texe balliq bo'lmaganlik uchun yoki to'y qilmaganlik uchun balki ularga taraqqiyot psixikasini bizning o'rganishimiz muhimmi deb qarash mumkin. Men bularga doim bunday bir savol qo'yman. Unda o'z bir tag'ilat qora tug'ilib uning oqsiq chiqamdi yoki oq tug'ilib uningga qorasiq chiqamdi degan savolni o'tirib qo'yman. Nurg'un bolalarning yoki nurg'un kishilarning subyektiv hissiyoti bo'yicha ilmiy bo'lmagan holda balkim tag'ilat tug'ilishlar deb turilishi mumkin. Hamneti bu nimaga vakillik qildi desa, nurg'un bolalarning o'zining orzusini yoki qiyosini yakun qilib ishlatish xarakterini belgilab qo'ydi. Amaliyotda tag'ilat hargiz tug'ilishdanla u xil holat tug'ilmaydi. U odatda turalma yoki bo'lmasa asli tag'ilat shakllanish jarayonida qora holat shakllanib, oningdagi uningga oqsiq chiqishga boshlaydi. Demak, mana shundoq narsalarni tushunish. Masalan, tag'ilatni misol ko'rdim. Odamcha bir intan eski bir odam u hargiz eski bo'lib qolmaydi. U chuqum tug'ilgan vaqt yaxshi edi. Chunki har qanday bir buvoq tug'ilgan vaqtda yaxshi odam bo'lib tug'ildi. Endi u keyin uningga xuddi tag'ilat har xil siq chiqqandek, uningga yashash jarayonida har xil ojizliklar, har xil kamchiliklar chiqishga boshlaydi. Dal shundoq narsani tushunish biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan taraqqiyot psixikasining asosli xizmati hisoblanadi. Unda bo'lsa biz bolalarning o'sib-yetilish jarayonidagi jarayonni to'rt bo'lakka bo'lamiz. Birisi sezgur motor davri, ikkinchisi oldingi mashg'ulot davri, uchinchisi konkretniy mashg'ulot davri, to'rtinchisi rasmiy mashg'ulot davri. Albatta bolalarning psixikasini tushunish har bir ota-ona intan ko'ngil bildigan bir masala. Shunga men buni bir qadar tafsilroq so'zlab beraman. Shunga yaxshiroq diqqat qilishinglarni umid qilaman. Unda bo'lsa sezgur motor davri. Bu ismdilla chiqib turib o'tibdi, bu sezgu motor davri. Bu nima deganlik desa, bu vaqt 0 yoshdan 2 yoshgacha mushu bosqichni besib o'tadi. Bu sezgu motor davri nimadan qandoq bo'lib bu ism qo'yilib qolgan desa, chunki bu davrda bolalar shaylarni, muhitni, har qanday narsani asosiy jihatdan tutish, ko'rish orqali biladi. Bunda chiqib aytganda, u tuta olsa, ko'rsa, ma'lum narsani mavjud deb qaraydi. Agar tutamasa, ko'rmasa, mavjud emas deb qaraydi. Masalan, bir buvoqning oldiga uning sut butilkasini qo'ysam, u ba deb qaraydi. Mayqil tatib etsam, u g'oyib bo'ldi, undaq narsaning mavjudligini unutib qoladi. Unda esa bu xil inkas nimani tushuntirib, bizga zot nimani tushuntirib turibdi desa, bir ona bolaning yenidan arilgan aman buvoqning kallasida uni mavjud bo'lmaydi. U hargizmi birdamdan keladi, yoki bayatning sut butilkasi oqimda yoki yenimda degan tuyg'u bo'lmaydi. Uningda mangulik mavjudlik deydigan bunday ideya bo'lmaydi. Shunga bu davrda onlarning diqqat qildigan nima degan vaqtda biz ko'proq tavsiya qildigimiz ko'rish, ya'ni ko'rish orqali tarbiyalash. Ko'rish orqali tarbiyalash degan nima esa bu vaqtga amalba ko'ziga ko'proq qarab berish. Bo'libmi ona. Men ba'zi onlarning bolalarni maya gelib-olganini yoki maya gelib-olganini, ba'zining hatto oq gelib-olganini ko'rdim. Amaliyot qaysi eng to'g'ri desa, bolani oldiga elib olish orqali ona bilan buvoqning ko'zining uchrashish qitim sonini oshirish kerak. Demak, bir ona bola qancha ko'p qarab bersa bu davrda bolaning sog'lomligiga, psixikasiga intayin foydasi bor deb qaraymiz. Unda bo'lsa, mushu davr jarayonida biz alohida bir davrni tilga olishimiz kerak. U bo'lsa 14 oylikdan 17 oylikcha bo'lgan davrda ma'lum bir alohida davr bor. Bu davrni biz odatda latin tilida, ingliz tilida mother and father dynamics deymiz. Mother and father dynamics degan nima esa ona, dada dinamiksi degan gap. Bu nima degan gap desa, mushu davrda, ya'ni 14 oylikdan 17 oylikcha bo'lgan mush vaqtda bola, mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, onadan darhol muhabbati, ya'ni yaxshi ko'rishi dadiga o'tib ketib qoldi. Bu vaqtda mundashib aytganda dadiq eng muhtoj bo'lgan davri. Shunga mush davrda amalba dadlar bola bilan qancha ko'p aloqa qilib bersa, qancha ko'p bo'libmi tutish, quchoqlash, ma'qul o'ynatish,
yoki ko'pincha targ'ib qilganligi kakuk o'yini deb qo'yamiz. Masalan, bir mukvelib paydo bo'lish. Bundaq o'yinlarga balla intayin qiziqadi va bundaq o'yinlarning odatda mingni g'idiqlash, inkasini tiziltishga intayin roli bor. Shunga 14 oylikdan 17 oylik bo'lgan vaqtda dada cho'qim balla bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirish kerak. Agar dadasi bo'lmasa shu degan vaqtda dadaning rolini o'taydigan, masalan, ananing akisi bo'lamdi yoki inisi bo'lamdi yoki ananing dadasi, ya'ni buvoqning cho'ng dadasi bo'lamdi. Bular cho'qim bir mush vaqtda bu balla bilan ko'proq aloqa qilish kerak. Biz buni odatda ana, dada, bala dinamikasi deb ataymiz. Endi 18 oylikdan kirgan vaqt shu degan vaqtda bu davrda balla bu davrni oyoqlashtiradigan mezgil bo'lib qoldi. Shunga bu vaqtda nurg'un naslning ko'z oldidan yo'qolib ketsa-mu, ya'ni qaytib kelganligini biladi. Ya'ni mavjudlik tuyg'usi bu nas ba degan tuyg'u asta-asta shakllanishga boshlaydi. Bu vaqtda balalarning xarakteri qanday o'zgarish yuz berdi desa, ma'lum narsaga majburlashni, ota-onaning sabr chekini sinab boqadigan bir mezgili. Mushu davri kelgan vaqtda, ya'ni birinchi sezgi motor davrining oxiri kelgan vaqtda balda qiliq shakllantirgan eng yaxshi shakl. Ya'ni bu vaqtda balaga ba'zi narsalarni qis bo'lmaydiganligini o'rgatsimi bo'ladi. Ammo bu jazolash orqali emas. Qanday qilish orqali deganda, men oldingi shartlashdimni deb o'tib ketdim. Agar buvoq bola yuziga xatar keldigan yoki qilish tegishli bo'lmagan ma'lum ish qilgan vaqtda ota-ona bunga vaqirab, wuduqib ketish orqali emas, nihoyat muloyimlik bilan, ammo bir xil izchillik bilan uningga ko'zi qarab turib buvoqning kulib turib beşini langish orqali buvoqning oshni qiysa bo'lmaydiganligini uqtirib qo'yish kerak. Men bir qatim takrorlab qo'yay. Uning vaqirash yoki chaqirash yoki silkish, urish orqali emas, ko'zi tikilib turib, kulimsirash orqali to'xtamay yaqtab turib olganda buvoq bu harakatni darhol qilishni to'xtatadi. Nima ish qiladi degan vaqtda 18 oydan 2 yoshga kirgan mush davrda buvoqlar tug'maldilar ota-onasining kayfiyatini his qila oladi. Meyli ananing kayfiyati yoki dadaning kayfiyatining qanday o'zgarayotganligini bala intayin aniq qildi bila oladi. Shunga bu davrda ana bilan dada urushib qolgan vaqtlarda o'zining kayfiyatini qo'rqinchli bo'libmi, qo'rqingan, intayin tashvishlangan bu xil chiroy ifodalarini amalda buvoq ko'rsatmasi kerak. Agar mush vaqtda buvoq ularning tashvishli qiyofatini ko'rsa, bu vaqtimi tashvish yuz berdi. Chunki bu xil passiv bo'lgan kayfiyat hodislarining hammasi amaliyotda bevosita balaga hanzucha shazay deb qo'yamiz hamda bevosita kuchirilib mangdigan gap. Shunga buningga alohida diqqat qilish muhim. Endi bu davrning oyoqlashganligini qanday bilamiz desa, buvoqning sut botilkasini ma'lum narsaning orqiga yushirib qo'ysa, buvoq ashini izlab topa olgan bo'lsa, unda bo'lsa sezgur motor davri bitdi degan gap. Unda ise bu davr diyen ata-onalarning alohida diqqat qiladigan bir narsa, u bo'lsa til qobiliyatining chiqishi. Albatta, hamda til qobiliyatining yaxshi bo'lishi balaning aqliy iqtidorining taraqqiyotiga belgilik darajada foydasi bor. Gerçi butunlay uning aqlliq darajasini bekitib etmagan taqdirdami, til qobiliyatini bildigan so'zligi yoki ma'lum narsaning ismini ata olish iqtidori qancha yaxshi bo'lsa, bu balaning keyingi maktab hayotida albatta belgilik darajada foydasi bor. Unda esa balaning til qobiliyatimiz qanday shakllantiramiz? Buvoq degan xatning o'zi odatda latin tilda infant deb ataldi. Infant degan gapning so'z yiltizini biz aqtursak, bu odatda so'zlayanmaslik deganni bildirdi. Ya'ni buning lug'at ma'nosida ma'qul ifodalagan. Unda esa latin tildagi bu gapning ma'nosi nima degani so'zlayanmaslik. Ovoz chiqmaslik, so'zlarni qilib ovoz chiqarmaslik emas, so'zlayanmaslik. Unda olsa buvoq qancha oylik bo'lgan vaqtda tunji gapni chiqara oladi bo'lsa, 9 oylik bo'lgan vaqtda. Unda olsa 9 oylik bo'lgan vaqtda u tunji xatni, gapni, so'zni deyalidi. Yoq dada dedi, yoq apa dedi. Unda olsa u mush gapni degan vaqtda uning buvoqlik hayot tugaydi. Unda biz bir narsa yekilaldik. Unda olsa balaning buvoq degan ismdan qachon qutuldi desa, 9 oy bo'lganda u qutulishga boshlaydi. Ya'ni tunji qiz gapini degan vaqtda u buvoq bo'lmay qoladi. Agarchi biz keyin uni aytilgan buvoq davginimizdan agar so'z ma'nosidan elib aytgan vaqtda uning buvoqlik hayoti 9 oy tugaydi. Unda esa bu balaning so'z qobiliyatini biz qanday qilib shakllantiramiz?
Ondasa buaqning so'z qobiliyatini shakllantirishda mundaq 6 xil nuqtaga bek diqqat qilish kerak. Birinchisi 9 oylik bo'lgandan keyin, bu kichik bolalar, kichik bu buaq holatdagi bolalar odatda ma'lum narsaga qaraydi. Mush qaragan vaqtda tizinkas, ya'ni ana yoki dada buni bayqanaman, ya'ni 5 kun ichida deymiz odatda. 5 kun ichida bola qaysi narsa qaragan bo'lsa, shu narsaning ismini atib o'tish. Demak, uning til qobiliyatini shakllantirishda 6 nuqta va uning birinchisi nima bo'lsa, tizinkas. Ya'ni pilos qo'yib qo'ydik. Pilosning o'zi nima bo'lsa, buni qo'llaymiz degan gap hamda. Demak, bu vaqt ma'lum narsa diqqat qildi, shu 5 sekund ichida ana yoki dada uning qaragan narsaning ismini atash orqali uning inkas qaytirish. Ikkinchisi munosabatlashtirish. Munosabatlashtirish degan nimasi? Nima qaragan bo'lsa, shuning ismini deb berish. Agar televizor qaragan bo'lsa, radio deb turib olish, yoki ishq qaragan bo'lsa, uni deriz deyish emas. Nima qaragan bo'lsa, qaragan narsani munosabatlashtirish. Yoki bo'lsa, u quliga qo'ncha qolgan bo'lsa, sen qo'ncha qolding deb berish. Yoki televizor qaragan bo'lsa, televizor ko'ryapti deb berish. Demak, uning harakatlarini munosabatlantirish. Uchinchisi tushundirish degan nimasi? Tushundirish deganimiz bu hamda odatda 1 yoshdan o'tib ketganda jiqroq ishlatamiz. Jumla orqali bu vaqtning qilayotgan harakatini yoki ana dada o'zining qilayotgan harakatini jumla orqali tushuntirish. Masalan, ana quliga ma'lum narsani elib olish orqali bu menda qilyapman yoki bu qo'nchaq hozir mengyotidi. Agar bu vaqt bir qo'nchaqni, yana bir qo'nchaqning yoniga kelgan bo'lsa, ikki qo'nchaq hozir do'st bo'ldi, eyiqchaq do'st bo'ldi deb, uning osh qilgan harakatini so'z orqali tushuntirib, biz buni tushuntirish deymiz. To'rtinchisi inkas paydo qilish, ya'ni diqqatini yetkazish. Agar bu bola hech qilmayotgan bo'lsa, masalan, televizor tikilib qarab qolgan bo'lsa, yoki ma'lum narsaga hech qanday diqqat nazarini og'dirmagan bo'lsa, qasddan uning diqqatini burash. Ya'ni qo'nchaqni ko'rsatish, qo'nchaq manda qildish, uni qo'yib-qo'yiblam, orqadan yana bir narsani ish. Uni tushuntirib qo'ygandan yana bir narsa ish. Bu nimani keltirib chiqardisa, bolaning inkas tuyg'usini tezlashtirdi. Unda men bir qatam yig'inchoqlik aytaman. Bolalarning til qobiliyatini shakllantirishda 4 pilos holat, ya'ni aktiv holat bor. Birisi nima deganda tiz inkas. Tiz inkas degan nimasi? U ma'lum narsa diqqatni og'dirgan ham 5 sekund ichida uning inkas bildirish. Inkas bildirish degan nimasi? Shu ko'rsatgan yoki tutgan narsaning ismini deb berish. Ikkinchisi munosabatlashtirish. Ismini atgan vaqtda yoki tushundirgan vaqtda chuqum tutgan narsalar munosabatli bo'lishi kerak. Chunki bu tunji qatim bu vaqtning bolaning kallasida paydo bo'lgan inkas keyin cho'ng bo'lgan vaqtim ashundaq tushundi uni. Masalan, ba'zi bolalar kichik vaqtida dadasini yoki cho'ng onasini yoki cho'ng onasini boshqa bir ism bilan atib olgan bo'lsa, keyin cho'ng bo'lib ketibmi? Cho'ng dada degan o'rniga shu o'zi kichik vaqtida atgan ism bilan davomlashtirganga o'xshash. Shunga buning yakomiz biz Ibn Xavsning gap bo'yicha bilimning original muhim deymiz, shu tunji vaqtida ismni to'g'ri atab berish. Uchinchisi esa tushuntirish. Tushuntirish deganimiz misol harakatlarni anda qilyotdi, ma'manda qilyotdi, u manda qilyotdi, ma'manda qilyotdi tushuntirib. Diqqatni yetkazish degan nimasi? Uning diqqatini pat-pat har xil shaylarga yetkazish orqali uning diqqatini yetkazib berish. Endi men minus qo'yib qo'ydik. Men minusni qat'iy ishlatmas kerak. Birisi ayiblash. Agar u qo'ncha qolgan bo'lsa, amma demaslik. Agar u boshqa bir elish tegish bo'lmagan narsani olgan taqdirdimi, uni amma deb silkib etmaslik. Chunki bunda qilgan vaqtda, keyin bu vaqtda unda harakatlarga bir xil qo'rqinish shakllandi. Men boyatim dedim, bu vaqt bola, yoki kichik bola ota-onasining kayfiyatini intan tiz sezgir bo'ldi. Bunda kayfiyatni intan tiz tushunaladi. Shunga u qopqin turib yoki qo'rqinish tashvishida bolalarning bu harakatini to'sgan vaqtda u keyin u narsani olmaydigan, bir narsani deyishni xohlamaydigan til qobiliyatini bog'an sir tushib ketadigan ahvollar shakllanadi. Shuni ayiblash qat'iy bo'lmaydi. Kar bo'lmaslik. Bunimi kar bo'lmaslik degan nimasi? Bola buni tutgan vaqtda ota-onaning hech qanday kar bo'lmagan vaqtda bola bunday narsani zerikadi. Biz buni shartlashni o'rgangan. Agar bola bir narsa chiqib bo'lsa, bola ota-ona darhol uningga kirishib olgan bo'lsa, demak bola bu diqqatga erishish uchun to'xtamay shu narsani chaqadigan taraqqiy qildi deb bo'ldi. Shunga bola qachonda eg'iz ochsa yoki ma'lum narsa gap qilsa, ota-ona buningga yuksak ahamiyat bersa, yuksak e'tibor bersa, bolada bu xil narsa tiz bo'lishi uchun kar bo'lmas ayblashni qat'iy chiqarib tashlash kerak. Men to'tiga alohida diqqat qilsak, bolalarning til qobiliyatida belgilik darajada o'sish hosil bo'ldi. Uningdan boshqa qanday qilish kerak degan vaqtda to'xtamay ona bilan so'zlashavagandimi, bolaning til qobiliyatida ma'lum chek shakllanib qoldi. Shunga bu xil paranglashga dadam qatnashish kerak bo'lsa, agar sharoit bo'lsa, boshqa tuqqanlar, do'stlar, qo'shnilar, mushlarmi aloqa qilish orqali har xil gaplarni qilib bersa, bu vaqtning mingisining g'idiqlanish qatim soni bir qadar yuqori bo'ladigan gap.
İkinci davr nima bo'lsa, oldingi mashg'ulot davri. Oldingi mashg'ulot davri ham 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan vaqt. Hamda bu davrda odatda bolalarda konkretni dunyo hukmi shakllanadi. Konkretni dunyo hukmi degan nima esa, balada dunyoga nisbatan bir ko'z qarash shakllanadi. Ammo u real dunyoni emas, kalliski dunyoni biladi. O'sha dunyoga kalliski dunyo bo'yicha muomala qiladi. Undan so'ng uning kallasiga dunyo qandoq dunyo deganda, uning kallasiga dunyo intan yuksak darajada shaxsiyatchi dunyo. Bunda bu davrda bolalarda bu 62 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda butun narsa shu bolani markaz qilib cho'glaydigandek his qildi. Uning qalbida boshqalarning degan narsa mavjud emas. Uning ko'rgan narsaning hammasi xuddi shu bolaninkidek tuyulib ketadi. Shu u kimning qo'li nim ko'rsa talishadigan ahvollar shakllandi. Bu davr mandash etgan vaqtda bala xo'jayin bo'lishni orzu qildigan vaqt, ya'ni 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda. Bu davrda asos diqqat qilganimiz nima degan vaqtda, bu 62 yoshdan 3 yoshgacha davrda balalarga qaror chiqarishni o'rgatish. Qaror chiqarishni o'rgatish degan nima esa tanlashni o'rgatish. Masalan, uning kiyimini kiygizmoqchi bo'lsa, amaliyot 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bola nim kiyim kiyib bo'lardi. Shunga o'xshamagan ishtanni masalan qo'yib turish orqali qaysini kiysan deb, qaysini tanlasa shuni kiygizish. Yoki bo'lmasa tamoq nim qilgan vaqtda qayerda o'tirishni yaxshi ko'rsan deb, uning mayada o'tirishni, yoki bo'lmasa men nada o'tirman sen deb deyish orqali mushkul uningga amalba qaror chiqarish fursatini ko'proq qilib bersa, bundaq bolalarda keyinchi nim shakllandirsa bir xil mustaqillik ideyasi, ko'z qarash, o'zlik shakllandi. U mandash qilgan vaqtda nurg'un ishlarda qaror chiqara oladigan bo'lib chiqadi. Ham 3 yosh bo'lsa, 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan vaqtda biz bularning ijtimoiy turmush shakllandi. Mandash qilganda do'st tutishga boshlaydi. Ammo do'st tutgan vaqtda bek ko'p do'st tutmaydi. Bir yoki 2 do'sti bo'la oladi. Ko'pincha bolalarning birli do'sti bo'ldi. Shunday vaqtda amalba qo'shnilar bo'lamdi yoki o'zining tang tush navrlar bo'lamdi. U bir do'st tutishni bilish kerak. Bu orqali o'zlarining tang tushlar bilan qanday muomala qilishni o'rgansa bo'ladi. Ammo 3-4 yosh vaqtni nurg'on ota-onalar biladi. Odamning intan beshini og'ritilgan bir davr. Ya'ni to'xtamay manimo, nimishqa deb so'raydigan davr. Bu savollarni so'rash orqali ota-onasi bilan jiqroq vaqt sarf qilishni umid qildi. Shu bu davrda ota-onalar bolalar bilan sifatlik vaqtlarni o'tkazsa bo'ldi. Sifatlik vaqt degan nima esa, masalan, taloq chiqish, ya'ni ota-onasi o'zi xushal bo'lish uchun o'tkazgan ba'zi harakatlarga bolalarni elib olish. Masalan, do'stlar bilan kurashmoqchi bo'lsa, bolalarni elib olish, yoki sayohat qilib chiqish, yoki birga bog'chida o'ynash, yoki bolalar bilan to'p o'ynash, qatorli harakatda vaqt sarf qilishni biz odatda sifatlik vaqt sarf qilish deymiz. Ham 3-4 yoshda yana bir alohida bir davr bor. Men buni chuqur eskartib qo'yishim kerak. Men oldida bir dedim, ana dada dinamik so'z berdi, ya'ni bola dadaga yo'tkilib dadaning muhabbatiga muhtoj bo'ldi dedim. Ikkinchi davr qachonsa dal 3-4 yosh, 3 yoshdan 4 yosh davri. Bu davrdami bolalar intayin dadaning muhabbatiga bek muhtoj bo'ladi. O'g'il bu mush davrda dada orqali bir xil erlik xususiyatni o'rgansa, qizmi dadaga muhabbet bog'lash orqali uning muhabbatga bo'lgan ihtiyoji shakllandi. Agar bir qiz bola 3-4 yosh vaqtida dadasining muhabbatiga mush davrda to'liq erishmasa, keyin nim shakllansa, baldular o'g'illarning muhabbatiga muhtoj bo'lgan, ya'ni baldu muhabbati kelib chiqib qoldigan gap. Shu 3 yosh vaqtida dada cho'qim qiz bilan ko'proq vaqtni sarf qilish orqali qizning bu xil muhabbat ehtiyojini shu vaqtda to'liq qondirishi, o'g'ilning muhabbat ehtiyojini qondirish kerak. 5-6 yosh vaqt deganda 5 yoshdan 6 yosh vaqt ko'pincha bolalarning asosiy jihatdan ijtimoiy chambarak hosil qiladigan. Ijtimoiy chambarak degan nima esa asosan do'stlar ko'payib ketadigan vaqt. U chaqda 5-6 yosh 5-6 dona do'stlari bo'ladi, birga o'ynaydi, maldik bolalar bilan birga o'ynaydi. Bunda harakatlarni cho'qim rag'batlantirish kerak. Chunki bola mush vaqtdan boshlab bir to'p bolalar bilan o'ynash o'rganmasa, keyingi o'zining cho'ng bo'lgandagi ijtimoiy aloqadami azroq tamtiraydigan ahvollar shakllanadi. Ba'zi bolalar o'zining tanish bilan o'ynashni xohlamaydigan ahvollar shakllanadi. Bu vaqtda ota-ona hargiz buni sal qaramay, har xil usullarni ishlatish orqali bolalarni bu to'pga qetib etishni, amal va bolalar bilan ko'proq o'ynab berish talab qilish kerak. Uningdan boshqa 5-6 yosh vaqtida yana nima o'rgatsa bo'ladi desa, bolaning yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydigan narsa paydo bo'lishga boshlaydi. Biz buni oldingi psixik salohiyat chamberkida bir deb o'tib ketgan.
Yani balının nemini yaxşı ko'rish, nemini yaxşı ko'rmaydigan narsani shakllantirish kerak deb. Shunga 5-6 yosh vaqtda ba'zi ota-onalar ballarımga foyda deb ular yaxşı ko'rmaydigan narsani zo'lab qo'ygan vaqtda balada o'zlikni darhol tugashtirib yetib qoldigan ahvollar shakllanadi. Shunga bunda vaqtda bala agar xohlamasa yoki o'ziga ziyonli narsalarni rad qilishni, ya'ni yo'q deyishni o'rganish kerak. Shunga nurg'un narsalarga yo'q deyishni bilgan baladimi bir xil o'zlik shakllangan bo'ldi. Garchi uning ba'zi foydali narsalarni rad qilayotgandek tuyulgan bilan, ammo uning xarakteri nima shakllantirsa, uning o'zining bir kishilik ko'z qarashining bog'liqining direkt beradigan gap. 6 yosh kirgan vaqt deganda 6 yosh kirgan vaqtda asosiyatdan bolalar maktab yeshiga tayyorlik bitgan bo'ldi. Ya'ni ota-onadan ayrilsa bo'ladigan davr. Buning oldingi davrlarda bo'lsa asosiyatdan bolalar ota-onadan taz ayrilib ketolmaydigan, eng ko'p ayrilsimi 100 metr yoki 200 metr yiroqlik, ya'ni onasini, dadasini ko'rib turib ayrila oladi, biroq butunlay ayrilmaydigan davr. Ammo 6 yosh kirgan bo'lsa, u asosiyatdan maktab hayotiga qadam qo'ydi. Ham shunday deyish kerakki, hamda hozirgi shahar muhitida hamma bilasizlar, ota-onalarning xizmati va albatta bolalar bilan bek ko'p vaqt sarf qilinmaydi. Shunga yesli qatorliq bu xil institut, bu institut hisoblanadi. Shundaq o'rinlarni tanlash to'g'ri keldi. Albatta buningmi bek ko'p ziyni yo'q deb qaraymiz. Nimishqa degan vaqtda yesli xarakterlik bu xil yerlarda bolalar o'zining tang tushlari bilan birga o'ynashni asos qildi. Ammo yesli qavatgan vaqt shundaq narsa diqqat qilish kerakki, hamda shu yesli o'qituvchisi bolalarni cho'qim amalba qo'rqitib etmasi kerak. Chunki bu vaqt qo'rqitib etgan vaqtda balda tabiiylar keyin maktab berishdan biz oldingi vaqtlarda klassik shartlashni dedik. Yeslida qo'rqitib etgandikilar balada maktabdan bezar bo'lgan, maktabdan qo'rqaydigan ahvol shu vaqtdan shakllanib qoldi. Shu an yesli o'qituvchilari bolalarga amalba bir xil o'zining onistek muomala qila olsa, o chaqda yeslining bolalar olgan tarbiyasi texmo yaxshi bo'lgan gap. Ammo bu davrda ba'zi ota-onalar sal oldirab ketib bolalarga ma'lum narsani o'rgatishni sal tizlatib qoldigan ahvollar bo'ldi. Hamda mush ma'lum narsani o'rgatmaslik to'g'risida nurg'un odamlarda qaymoqish bo'lib qoldi. Zodi biz narsani o'rgatamdik, o'rgatmamdik deb. Ham bunga mundaq tadbir qo'llansa bo'ldi. Bola xohlagan bo'lsa, yaxshi ko'rgan bo'lsa, uni o'rgatish. Agar xohlamagan bo'lsa, hargizmi bolani uni zo'lab o'rgatmaslik kerak. Chunki bu 5-6 yoshgacha davrda uning qattiq bilimlarni, ma'lum uchur xarakterlik bilimlarni o'rganib olishi amaliyotda uning miyasining taraqqiyotiga aksi ta'sir qilib qo'ydi. Ammo bola xohlasa, oshni yaxshi ko'rsa, u chaqda ota-onalar bu xil tarbiyalashni qo'llansa bo'ldi. Agar bola qat'iy xohlamasa, ota-ona o'zining qo'shnilarining bolalari yoki do'stlarining bolalarining ma'lum narsani o'rganganini ko'rablar, bolani bunga zo'lab tiqib qo'ygan vaqtda u bola shu vaqt qo'rqib o'rgangan bilan keyin ota-onadan ayrilgan vaqtda uzluksiz o'rganishga bo'lgan qizg'inligi butunlay tuvallab ketgan gap. Üçüncüsü konkretni məşğulat dövrü. Konkretni məşğulat dövrü adətdə 7 yaşdan 13 yaşgacha bo'lgan davrda shakllandi. Bu davrda albatta bolalarning bilishi ko'paydi. Ularning uchrashgan odamlar ko'payishga boshlaydi. Ammo ular yana abstraktni yoki logika degan narsa bo'lmaydi. Bu nima deganlik desa, bularga kelgusi to'g'riliq, istiqbol to'g'riliq, baxt to'g'riliq gap qilgan hech qanday foyda olmaydi. Ham bu davrning bir ortiqchiligi bor. U bo'lsa odamda, ya'ni mayli o'g'il bo'lsin, mayli qiz bo'lsin, otliq va onliq hormonning yetilishi. Ham otliq, onliq hormon, ya'ni endogen va ekstrogen deymiz. Bu ishki hormon o'g'illarda tang mavjud bo'ldi. Qizlarda mı tang mavjud bo'ldi. Ammo o'g'illardagi onliq hormon bag'an siri pasayib, otliq hormon ro'shanlashib boshlaydi. Qizlarda chu desa, onliq hormon ro'shanlashib, otliq hormon tuvallashib boshlaydi. Biroq ba'zi bolalarda mush davrda o'g'illar ya qizlar o'zining tipidagi, o'zining mesela o'g'il bo'lsa o'g'illar bilan, qizlar bo'lsa qizlar bilan aralashib, ma'qul aloqani qilishi bek muhim. Chunki bu vaqtda agar bir o'g'il bola ko'pincha ochilari yoki singillari yoki qizlar bilan birga o'ynab o'tsa, bu bolaning onliq hormonining tuvallishi sallaliq ojizlab, onliq hormonining ta'siri ma'lum darajada shakllanib qoldi. Qizlarning shunday bo'ldi. Shu bu davrda bolalarning chiqim tiplarga ayirib etish bir qadar muhim deb qaraymiz. Eng oxirgisi rasmiy mashg'ulot davri. Rasmiy mashg'ulot davri hamda 14 yoshdan
18 yaşgacha bu vaqtda hammamiz bilamiz, ba'zida hamda odam badanida o'zgarishlar, ya'ni qur'onga yetgan vaqtga o'zgarishlar paydo bo'ldi. Ba'zi qizlarda konkret mashg'ulot davrida tezlik yetilib ketishi shakllandi. Ammo ko'pincha ahvollarda shu 13, 14, 18 yoshda yetildi deb qaraymiz. Hamda bu xil fiziologik va biologik jihatdagi o'zgarish bularning psixikasida xeli yuqori darajada psixikasiga ta'sir qildi. Ammo o'g'illarga nisbatan bu davr psixikasiga sal bek ko'p ta'sir qilib ketmasligi mumkin. Biroq chunki o'g'illarda badan o'zgarishi bir qadar yushin holatda ifodalandi. Ammo bu davr dal o'g'illarning shu ba'zi namoq bo'lgan, sog'lom bo'lmagan ba'zi harakatlar bilan shug'ullangan davri. Shunga amal bu davrda ota-ona o'g'illarga, dadisi masalan o'g'liga ma'lum jihatdagi mush tarbiyalarni yushrin bevosita vosita holda elib berish menimcha muvofiq deymiz. Qizlar uchun deganda qizlarda ko'pincha ota-onalar bildi, bu davrda fiziologik o'zgarishi bir qadar kunlarlik bo'ldi. Bu vaqtda qizlarda bir xil o'zini sal tuvan ko'rish yoki xijil bo'lish hissiyoti yuqoriroq bo'ldi. Bu vaqtda cho'nglarning ko'zi qarayamaydigan yoki taloq chiqishda bir qadar biyapis qildigan ahvollar shakllandi. Shu bu davrda hargizmo qizlarning azariyib qilishini to'sash kerak. Chunki bu vaqtda qizlar o'zining badani tufayli zanglik uchragan bo'lsa yoki ota-onasining aybga uchrasa, darhol qizlarda o'zini tuvan ko'rish, anikin xomushlik, anadikin otizm bikinib elish degan alomatlarmi shu konkret mashg'ulot davrida bevosita ifodalanib chiqadigan gap. Ondan ba'zi onlarning masalan grim qilish jarayonida o'zining qirib ketib qolganligi, qo'riqning jiqqiyib ketib qolganligini balasi balasi holatda deb qo'ydi. Bu xil deyishning o'zi bolaga ig'ir darajada psixika pasib ta'sirini qo'zg'aydi. Chunki bola ota-onasini yoki dadasini inta mukammal inson deb qaraydi. Unda bir ona o'zining kichik qizining yanında o'zining qirib ketib qolganligi, satishib ketib qolganligini desa, bu amaliyotni nima shakllantirdi desa, ash qizning kallasida o'zidan bir xil noyati, o'zining satikanligi, o'zining noyati qirib ketib qolganligidek tuyg'u berib qo'ydi. Shunga bundaq ahvollarga bek diqqat qilish kerak. Ondan so'ng rasmiy mashg'ulot davrida bolalar o'zini cho'ng bo'ldim deb qaraydigan ahvollar bor. Shunga bu vaqtda ular bir qadar o'zbeshimcha, o'zimnikini rost deb qaraydigan, hatto ota-onalarga bir xillikqa nima deb qo'yamiz, kirishib oldigan ota-onalarga isyon ko'taradigan yoki uningga doim o'qti qo'padigan mazgil hisoblandi. Uningdan boshqa yana nimalarga diqqat qilish kerak deganda, shu konkret mashg'ulotlar bilan rasmiy mashg'ulot davrida bolalarning psixikasiga yoki bularning axloqining shakllanishida ota-ona muhim o'rin turmay qoladi. Bu vaqt kim muhim o'rin turdi, uning tang tushlari muhim o'rin turdi. Chunki bu davrda ular yaxshi yomon ishlarning har qandigini tang tushlari orqali o'rganib chiqadi. Shunga ota-onalar bolalarning mush davrda aralashgan bolalarga ancha-muncha ko'z quloq bo'lib qo'yishi kerak. Uningdan boshqa ba'zi hormon yoki fiziologik o'zgarish tufayli bolalarda rasmiy mashg'ulot davrida darsga qiziqmaslik shakllandi. Yot jinslarga qiziqish, dars qiziqmaslik shakllandi. Bu ularning mingistiki ma'lum bir tuzilish. Shu bu davrda ota-onalar balam tuyuqsiz chekinib ketdi, Tuluqistonda mandat sen tirishmatibsa ayplash qat'iy bo'lmaydi. Chunki bu davrda chekinib ketishi tabiiy ahvol shakllandi. Ondan bu davrda bolalar o'zining qilgan nurg'un ishlarini yushirishga tirishadi. Hamda bir bolaning o'zining ma'lum bir xatoligini demaslikning o'zi ota-onaga balkim tasalli berishi mumkin. Chunki demaganlik uchun qilmadi deb o'ylaydi. Ammo demaganlikning o'zi bu harakatni qilmaganlikdan derak bermaydi. Shunga mening ko'pincha ota-onalarga tavsiya qildiğim nima degan vaqtda bola qanday xatolik o'tkazishdan qat'iy nazar ota-onasiga deyalish kerak. Mayli u qandaq qo'rqinish xato o'tkazgan bo'lsa-mu, ota-onasiga deyishni o'rgansa, u chaqda bu bolani ota-ona tizla kontrol qila oladi yoki keyin bu bola cho'ng bo'lgan vaqtimi ota-onasidan uningdan ansirish tuvallaydi. Agar u barliq ishlarni yushirishga tirishsa, kichik vaqtida ham shundaq bir xil yaxshi ketib qolgan bolaning tuyuqsiz cho'ng bo'lgan vaqtda o'zgarib ketib qolganini his qilamiz. Amaliyot bu bola nurg'un ishlarni balkim yushrin holat qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunga bolalar o'zining xatoligini degan vaqtda ota-ona hargiz bu xatoligini dastak qilib turib bolaga zarba bermesi kerak. Chunki bundaq zarba bolaning qilqini tuzilmaydi.
Nimini şekillendirirse bala daim yüzünün kıygaçlarını yuşuruş qarab taraqqiy qildi. Bu yuşuğan siri baladan andayken xarakter jihatdan bolsun yoki axloq jihatdan bolsa, qiliq jihatdan bolsun, eg'ir darajada passiv yoki foydasiz holat qarab taraqqiy qiladi. Onda olsa muşu hazır kadar men so'zlagan mazmunlar ichida tushunmagan savollaring olsa so'rasam bo'ldi. Siz Alimalim şu balla başlangıçtan toluqsizga yoki toluqsizdan toluq o'ttir maktabga yo'tkilish jarayonida g'oya o'rganishi yaxshi emas bolalarning tuyuqsizlik o'rganishining intayin yaxshi bo'lib ketishi va yoki g'oya o'rganishi intayin yaxshi bolalarning shu muhit o'zgarishiga ergishib o'rganishining bek chekinib ketish mushtaq ahvollari bo'ldi. Bu nima uchun shu to'g'risizroq? Biz buni odatda o'tkinchi mazgildagi o'zgarish deb ataymiz. Balla başlangıçtan toluqsizga, toluqsizdan toluqqa yoki bo'lmasa bir maktabdan bir maktabga yoki bo'lmasa bir sinfdan bir sinfga o'zgargan vaqtda bularda chuqum o'rganishida yo pasish yoki yaxshilanish yuz berdi. Bu nima odatidan keldi desa, sinfdan sinfga o'zgarishi yoki muallimlarning o'zgarishi yoki maktabning o'zgarishi odatda muhitning o'zgarishidan darak beradi. Biz buni shartlanishda o'rganib bo'lgan. Chunki bular o'xshash muhitda uzun mazgil turgan vaqtda ulardagi ba'zi besimlar balkim boshqa muhitda yengillanib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa aslida besimi yo'q muhitdan boshqa bir muhitga ma'lum sabablardan ko'chgan vaqtda balkim ularda besim shakllanib qolishi mumkin. Demak, bolalarning o'rganishini ba'zi bek nachar bo'lib ketsa, muhit almashtirsa balkim ularning yaxshi bo'lib kelishi mumkin. Ammo ba'zi bolalarning darsi asli yaxshi emas. Ammo asli yaxshi muhit almashtirsa balkim bularning o'rganishi tuvallab ketishi mumkin. Biz buni odatda o'tkinchi mazgil deb qaraymiz. Endi başlangıçtan o'ttir maktab chiqqan vaqtda rushan o'zgarish nima deb tushuntirmasa, başlangıçtan o'ttir maktabga o'zgarish davri dal qaysi davrga mos kelib qoldi-sa, konkret mashg'ulot davri bilan rasmiy mashg'ulot davri o'ttirsida bir almish yuz berdi. Men boyatin deb ketgandek, bularning badandagi hormonlarning rushan holda kimiyish yoki ozish tufayli bolalarning aqliy inkosida bir qadar tuvallashdan kelib chiqishi aniq. Ammo ko'pincha ahvollarda sal tuvallash kelib chiqadi. Yani yana qanday savollar bor? Siz. Alimalim yaxshimisiz? So'rab baqsam shu bolalarning ba'zi burun masalan o'ynab qalayimqon yurgan kiyimlarini maynat qilib yurgan bilan tuyuqsiz ham yana bir mazgil vaqtda o'zining kiyinishlariga, yurishtirishlarga, chashtirga bak diqqat qilgan vaqtlar bo'lib qoldi ekan. To'g'ri. Mesela bayatın biz deb o'tib ketdik, 6 yaşdan başlap bularning ijtimoiy chambarak yuz berdi. Ijtimoiy chambarakning yuz berganidan tortiblar bularda g'urur, o'zlik, anadaki beden obraziga diqqat qilish shakllandi. Chunki yolg'iz qolgan vaqtda siz masalan hargiz kiyimingizni diqqat qilmaysiz. Chunki ma'lum bir odamlar bor so'ringa borganda anandikin kiyimingizni diqqat qilish boshlaysiz. Ballam shu. Ballar qachondan boshlab do'st tutishni boshlagan bo'lsa, ular o'zining kiyim-kechigiga diqqat qilish qarab mangdi. Unda biz rag'batlantiramdik yoki cheklamdik. Mesela kızlarda çaş taraş yoki gırım qilish şeklinde, o'g'illardimi ancha-muncha usti-beshiga diqqat qilish qarab mangdi. Ham bu xil masala kelgan vaqtda muvofiq bo'lgan o'zini tuzashtirishni rag'batlantirish kerak. Ammo qizlardagi masalan gırım qilish, ko'zini yoki qash yoki qatorliq haddan ziyoda o'ziga mos kelmagan holdagi grimni chuqum cheklash kerak. Chunki mushkil grim tufayli ularda boldu yitilib ketish yoki bo'lmasa tizla bir xil muhabbet qaynimiga kirib qilish shakllandi. Chunki bu davrda ko'pincha bolalardan nimaning muhabbet ekanligini bilmaydi. Ular faqat o'zining jinsiga o'xshamagan qarshi jinsga nisbatan qiziqish tufayli qarshi tarafni yaxshi ko'rib qolgandek his qilib ketib qolgan gap. Men mush savol tufayli bir narsani deb qo'yishim kerak. Biz yalğançılıktan bir dep ötep ketdik. Qandaq yalğançılık eng mükemmel buldu desa, o'zining degan gapiga o'zishinib qolgan vaqtda bu xil yalğançılık intan mükemmel buldu. Hamda nurg'un o'g'illar bular 14-18 yosh davrda ular ma'lum bir qizni yaxshi ko'rgandek his qildi. Shunga ular bu xil yaxshi ko'rib qolgan tuyg'usiga o'zim ishinib qolganlik uchun buni qarshi taraf ifodalaganda intan mükemmel ifodalash mumkin.
Hem bugün gün kelgen vaqtda bu xil hareketler nimeni keltirib chiqardi bo'lsa, bu o'smir bolalarda tizla muhabbetlish keltirib chiqardi. Bu o'smir bolalar nimening muhabbetlishini, uning nimening uningdan kelib chiqqan oqibatlarini bilmagachkan, ba'zida o'zi bilib bilmay ba'zi xatoliklarni sodir qilib qo'ydi. Shunga men shundaq narsani tavsiya qilamanki, bola bo'libmi qiz bola 13 yoshga kirgan vaqtda onasi, hatto dadasi uningga mush to'g'riliq chuqum tarbiyani berishi, ya'ni uning hayotida o'g'illarning paydo bo'lganligi, o'g'illar ularga o'zining muhabbatini izhor qilgan vaqtda amaliyotda buning haqiqiy muhabbat emas, faqat erishishganligi, qiziqishganligi. Agar bu xil harakatni cheklamasa yoki bu xil narsaga oldin tayyorlik bildirmasa, ba'zi oqibatlarning kelib qo'ydig'ini desa, bu oldin ularga urilgan vaksina bo'ldi. Chunki u qiz hamon bir kun uning hayotida bir o'g'il bola mavjud bo'ldi. Agar bu xil bilimlar to'liq bo'lmasa, vaqti kelganda u qiz qandoq inkos bildirishni bilmaydi. Agar uningga oldin bu xil vaksinalar urilsa shu degan vaqtda uning hayotida shu yuz berganda, to'g'ri mening dadam, opam mundaq deganda, dal mushundaq ekan deb u o'zidan buni mudofaa qila oladigan bo'ldi. Endi ba'zi ota-onalar atalmish bu kichik qizimiz yoki bolamiz kichik deb atalmish o'zaro nima deb qo'yamiz, padishab deb bu narsani tilganmagan bilan bu xil tilganmaslik hargiz u harakatni cheklayolmaydi. Aksicha bu hareketni keyin oldin ololmaydigan qo'rqinchli ba'zi voqealarni keltirib chiqarib qo'ygan ahvol bor. Shunga 13 yoshdan boshlab ularga mushkil tarbiyani kuchaytirib, ularga to'g'ri tarbiyalashni menimcha asos qilish bek muhim deb qarayman.